Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, videolarimizga kuzatib boruvchilar. Bugun 18-may kuni 2026-yil. Qo'shni Denov tumaniga 900 kilo biyagomuz dastavka qilib beryapmiz. Oliy navlik 40 kilodan xaltalangan. Gulkaram eksharagan kaseta qilib. Xudo xolasa mana dehqonlarga olib boryapmiz. Hurmatli obunachilar, yana biyagomuzlar elash jarayonlari davom etmoqda. Mana biyagomuzlarning o'zini holatini ham ko'rsatib ketamiz. Oliy navlik, namligi past holatda, juda chiroyli ko'rinishi ega. Mana ekan setkasi ham 0.5 mm setka, ikkinchi sort. Ikkinchi sort. Bundan chiqib qolgan otxotlarni mana bu yoqqa tashlab, bundan elaveramiz. Bu mana karavotdan elangan. Ikkalasining sifati bir xil, faqat ko'rinishda farqi bor. Bu yirikroq. Ikkalasi ham dehqonchilikka zo'r. Endi mana oliy navligida gazonga yoki bo'lmasa urug' ekishga, magazinga sotishga olishadi. Mana biyagomuz oliy navlik biyagomuz ustilarini yopib qo'yganmiz. Mana yana biyagomuz. Biyagomuzlar hali ko'p. Mana biyagomuzlarning holati. Mana quruq holatda mana mayin bo'lib ketgan, elanmasdan turib mana mayin holatda bo'lgan. 100%, chuvalchanglar 100% o'tib ketgan ikki chekkaga. Ko'raverasizlar, ustini salafonlab qo'yganmiz. Mana hozir elash jarayonida salafonlarni ochib qo'ydik. Mana bu ikki chekkaga chuvalchanglar mana o'tgan. Ichida hech chuvalchang. Biyagomuzlar sotuvi davom etmoqda. Biyagomuzlarimiz ko'p. Kimga kerak bo'lsa, yetkazib berish xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Surxondaryo bo'yicha narxlari oliy navlik 2000 so'm, uydan olib ketish 1800 so'm, ikkinchi sort 1500 so'm. Albatta yana undan ham kelishtirib beramiz ko'proq oladiganlarga. Mana shunday holatida olsalaring ham bo'ladi. Shunday maydalab, chiroyli qilib xaltalab beraveramiz. Umuman musur yo'q, mana shu turishida ham. Umuman bemusur. Mana chiroyli qilib maydalab xaltalab beraveramiz. Bunisini ham kelishamiz, mana shu turishini ham. 97 244 44 06, manzilimiz Uzun tumani. Kimga biyagomuz kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Biyagomuzlarimiz hali ko'p. Sog' salomat bo'linglar. Kunlaring xayrli va barakatli o'tsin.